Assalomu alaykum gruppadoshlar, yaxshimisiz? Mana xudo xolasa bugun 5-may. Xorazm Xankaga ishlayotgan plugimiz 90% ishi bitdi xudo xolasa. Bu yoqda ligrovichni balonlari joyiga qo'yishimiz kerak. Ozgina kech qoldik. Mana shu joyda atvalida ozgina nima bor, kamchiligi bor. Mana buni ham ko'rsatib o'taman. Bitgandan keyin xudo xolasa yana bitta video qo'yamiz. Shu atvalga yaxshilab e'tibor berib qo'yasiz. O'zgarishini, keyin shu turishini. Xudo xolasa qolgan joyi bir xil. Bu oldingi bo'ynlari. Xudo xolasa ertaga kraska qilib to'liq video qilib qo'yamiz. Bizani kuzatishda davom etamiz. Yangilik bo'ladi, xudo xolasa yangilik tez bo'ladi. YouTube kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Kamtarona xizmatimizni e'tiborga olib bitta like bosib qo'ysangiz, xudo xolasa hammaga rahmat.